Diqqat, shoshilinch xabar. Toshkentda yo'l transport hodisasi oqibatida bir kishi vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangilardan bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Lacetti va Nexia 3 to'qnashuvi oqibatida avtomashina salonida bo'lgan yo'lovchi voqea joyida vafot etdi. Joriy yilning 20-dekabr kuni Toshkent shahrida Lacetti va Nexia 3 rusumli avtomashinalar ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Mazkur hodisa oqibatida bir nafar yo'lovchi vafot etgan. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, yo'l transport hodisasi Yashnobod tumanida taxminan soat 03:45 atrofida yuz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Lacetti rusumli avtomashina 21 yoshli haydovchi tomonidan boshqarilgan bo'lib, u boshqaruvni yo'qotishi natijasida qarama-qarshi harakat yo'lagiga chiqib ketgan va 47 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Nexia 3 avtomobili bilan to'qnashib ketgan. To'qnashuv oqibatida Nexia 3 avtomashinasida bo'lgan yo'lovchi og'ir tan jarohatlari olib voqea joyida vafot etgan. Har ikki transport vositasi haydovchilariga tibbiy yordam ko'rsatildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi yo'l harakati xavfsizligi yoki transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.